bilan qachonda makon bo'ladi, bu makonni qachon o'ramanu, qachon to'g'rilayman. Onasini ham bunaqa yashash jonga tegdi. Men o'tdim. Bolalarimni o'qitib, bolalarimni tayinlamasam bo'lmaydi shekilli. Bolalarimni yemay ichmay o'qitayin. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana menga o'xshab farzandlarning kelajagini o'ylab diqqatga o'ylanib yurgan ota-onalarga sarguzashtni yechib topdim. Hozir Bo'yla tumani Jilva qishlog'iga kelganman. Iqboljon Xolmurod domlaga yuz bermayapman. Domla qanday harakatlar bo'lyapti? Assalomu alaykum qadrli obunachilar, begaga. Xo'p, hozirgi kunda ertalabdan kechgacha darslarimizni tashkil qilganmiz. Bu 2-sinfdan to 11-sinfga qadar sertifikat olish ustida ishlayapmiz. Juda ham qattiq tizimda, rejimda ketyapti. Ishonamanki, bu o'quvchilar kelajakda o'z mevasini berib, ota-onalarga haqiqiy xizmat qiladi. Ota-onalar ba'zida so'rashadi, ustoz, o'quvchilaringiz sertifikat olganmi desa, mana misol uchun o'tgan yilda o'zida 20 ta o'quvchini jahon tillar, diplomatiya va hokazo o'zimizning milliy universitetlarga kirgizdik. Xudo xolasa endi keyingi maqsadlarimiz xalqaro universitetlarga ham kirgizish. Demak, men bolamni sizga ishonib topshirsam bo'laveradi. Albatta, 100% topshirsangiz. O'qituvchilar ko'paysa, bizga shunday sharoitlar bergan aziz ota-onalar, mana farzandim kelajagini o'ylab yurganlar, pastda telefon nomerini qoldiraman. Mana shu Iqboljonnikini 8 ta soha bo'yicha, yo'nalish bo'yicha tayinlovlar bo'layotgan. Farzandlaringni olib kelib topshirib, bilimini natijasini sinab olishlaring mumkin. Qo'l o'zi ishonasan bilimingga? Javob aka. 100% emas, u 200%.